bosh miya aorta, ya'ni yurakdan chiqayotgan aorta yoyining to'ridan to'ri yoki bilvosita qon tomir shoxlari bo'lgan 4 ta tomir, ya'ni ikkita ichki uyqu arteriyasi deymiz, bu karotid arteriyasi va ikkita umurtqa arteriyasi orqali ta'minlanadi. İchki uyqu arteriyasi yoki arteria carotidis interna to'g'risida ozgina tushuncha berib o'taman. Bu umumiy uyqu arteriyasining arteria carotidus communis eng katta tarmog'idir hisoblanadi. İchki uyqu arteriyasi 3 va 4 bo'yin umurtqa ko'ndalang o'simtalariga to'g'ri keladi. İchki uyqu arteriyasining eng boshida kengaygan, ya'ni sinus carotidus mavjud bo'ladi. Uning devorida kichik qalinlashuv, ya'ni uyqu shari deyiladi, globus carotidus ham joylashgan bo'ladi. Uning tarkibida ixtisoslashgan, ya'ni glomus hujayralari mavjud bo'lgan. Ularning dendritlarida retseptor apparatlari, baroretseptor, hemoretseptorlar mavjud. O'ng umumiy uyqu arteriyasi aortadan tarmoqlanadi. Brachiocefalik magistral, ya'ni truncus brachiocephalicus hisoblanadi. Chap umumiy uyqu arteriyasi esa aortadan to'ridan to'ri yoy orqali bosh miyani qon bilan ta'minlaydi. Bu umruv osti arteriyasining arteria subclavian bir tarmog'idir hisoblanadi. Uning umruv osti arteriyasi o'ng umruv osti arteriyasi, o'ng umumiy uyqu arteriyasi singari brachiocefal, ya'ni yelka bosh magistral qon tomiridan, chap tomonda esa chap umruv osti arteriyasi aorta yoyidan to'ridan to'ri yurakdan chiqayotgan aorta yoyidan ta'minlanadi. Inson bosh miyasiga olib boradigan barcha qonning 3/2 qismini shu ichki uyqu arteriyasi, ya'ni karotid arteriyasi ta'minlaydi. 1/3 qismini esa umurtqa arteriyasi orqali ta'minlanadi. İchki uyqu arteriyasi tizimi va umurtqa arteriyalari esa umurtqa bazilar tizimi orqali bosh miyani qon bilan ta'minlaydi. Bo'yinda ichki uyqu arteriyasi yutqunni yon, ya'ni lateral qismida joylashgan. Temporal suyak piramidasidagi uyqu teshigi, ya'ni foramen carotidus o'tadi. Ushbu kanaldan bosh miya suyagi bo'shlig'iga kirib boradi. İchki uyqu arteriyasi vena caverna sinusiga yaqinlashadi va u yerda odatda ikkita tizadan iborat bo'lgan sifon deb ataladigan S-simon burilish hosil qiladi. Bosh suyagi bo'shlig'ida kuruv arteriyasi, ya'ni arteria ophthalmicus ham deb ataladi, ichki uyqu arteriyasidan tarmoqlanadi. Shundan so'ng ichki uyqu arteriyasi qattiq pardaga o'tadi, miyani ichiga, miya bo'shlig'iga subarachnoidal bo'shliqqa kiradi va bu yerda turk egari yaqinida oldingi varsinkasimon, ya'ni villus deb aytamiz,
arteria communicus posterior arteriyasiga tarmoqlanadi. Shundan so'ng ichki uyqu arteriyasi ikkita oxirgi, ya'ni terminal shoxlarga bo'linadi. Bular asosan bosh miya oldingi arteriyasi, arteria cerebelli anterior deyiladi va bosh miya o'rta arteriyasi. Bu arteria cerebelli medialis deyiladi. Keyingi mavzumizda umurtqa arteriyasi to'g'risida so'z olib boramiz. Biz bilan bo'ling.